Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan juda ham qiziqarli effekt haqida gaplashamiz. Bu effektning nomi effekt Forer. Bu nima o'zi aslida olganda? Effektni tushuntirib berishimdan oldin men sizlarga kichkina faktlarni aytib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda tushunishingiz kerak, insonning miyasi obyektiv haqiqatni ko'ra olmaydi. Rang haqida video qilmoqchiman anchadan beri. Misol uchun men o'zi aslida olganda siz ko'rib turgan qizil, ko'k rang yoki boshqa rang tabiatda yo'q. Bizning miyamiz bu narsani to'lqinni shu nanometrga qarab, uzunligiga qarab shunaqa qilib ko'rsatadi deb tushuntirganimda ko'pchilikka bu narsa kontraintuitiv tuyuladi. Ya'ni yo'g'i bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas, qanaqasiga bunaqa va hokazo. Lekin tushunishingiz kerak, fundamental va to'g'ri bilimlarni ko'pi hozirgi kunda intuitiv tushunib bo'lmaydigan. Ya'ni sizga teskari tuyulish ehtimoli bor narsalar juda ham ko'p. Va ko'p holatda obyektiv haqiqat rostdan ham haqiqiy tekshirsa bo'ladigan yoki ishlatsa bo'ladigan yoki isbotlangan yoki aytaylik haqiqatdan ham haqiqatga eng yaqin faktlar bizga g'alati yoki umuman bo'lishi mumkin emas tuyuladi. Rosta. Seriously. Rosta. Seriously. Va bu bizning miyamizning fundamental ishlash jarayoni. Miyada juda ham ko'p buglar bor. Kompyuterda mana bilasizlar, programmada buglar bo'ladi. Misol uchun bitta programmani yozganingizdan keyin ham rasmi ochilmay qoladi yoki qayergadir yozasiz, bosilmay qoladi. Va hokazo. Miyada ham xuddi shunaqa buglar bor. Va bu buglar bizning ongimiz bilan ishlash jarayonida, ya'ni bugga xato sifatida qabul qilsangiz, miyamiz ishlash jarayoniga xatolar sifatida. Bu buglar odatda ongga tegishli. Ya'ni ong bilan miya boshqa, buni doim tushuntiraman. Ong faqatgina registrator, miya bo'lsa, bu asl o'sha funksionalni beruvchi qanaqadir bir biokompyuter. Endi siz ongingiz bilan ko'p narsa qila olmaysiz. Bu narsani v prinsipda imkoni yo'q. Ong juda ham past kuchlanishga ega. O'ta oddiy misol, bitta kalkulyatorni ham hisob-kitobda yuta olasiz. Xo'sh. Nima demoqchisan? Qani zo'ravon? Ko'rsat hunaringni. Yillar shug'ullansangiz balki tenglasharsiz qaysidir kalkulyator bilan, lekin ikkita kalkulyator bor, bitta ahmoqlarni qo'yib qo'yaman, bo'ldi, pishdi shu joyda. Hisob-kitob bo'yicha kompyuterlar davnim-davno ongimizdan o'tib ketgan. Misol uchun 96-chi adashmasam yo 97-yilda Deep Blue birinchi shaxmatda insonni yutgan kompyuter bo'lgan. Grossmeister yutgan, ya'ni Kasparov yutganda o'sha paytda. Endi bitta narsani tushunishingizga, hozir kompyuter haqida umuman gapirmasa ham bo'ladi. Miya kompyuterdan kuchlimi? Albatta, katta ehtimol bilan miyani imkoniyatligi teng narsani inson v prinsipga hali beri ixtiro qila olmaydi. Bu narsaga yoki ancha bor yoki bu narsani imkoni yo'q. Ikkitasidan bittasi. Lekin lyuboy kompyuter siz ongingizdan kuchli. Lyuboy kompyuter. Xotira bo'yicha bellashmoqchimisiz? Kompyuter yutadi. Hisob-kitob bo'yicha bellashmoqchimisiz? Kompyuter yutadi. Kompyuter charchamaydi, kompyuter xato qilmaydi va hokazo. Va bu hammasi siz ongingizga qarshi bo'lgan. Ya'ni ongga imkoniyatlarni odatda biz ko'paytirib olish odatimiz bor va bu joyda kognitiv xatolar kelib chiqadi. Va bunaqa xatolardan bittasi bu Forer effekti. 1948-yilda Bertrand Forer ismli psixolog juda ham ajoyib tadqiqot o'tkazgan. Ushbu tadqiqotida u insonlarda psixologik holatini va xarakterini aniqlash uchun testlar bergan. Aytganki, mana sizlarga testlarni yechinglar va men sizlarning xarakterlarini aytib beraman degan. Va bir qancha inson testlarni yechgandan keyin Bertram olganda har bitta insonga list berib chiqqanda aytgan, mana men testinglarni ko'rib chiqdim va ichidagi javobinglarga asosan men sizlarning xarakteringlarni точно bilib berdim. Mana ko'ringlar, mana anaqa qilinglar. Aytaylik, shu testlarni ko'rganinglardan keyin, demak sizlarning xarakteringlarga to'g'ri keladimi yo'qmi aniqlaysizlar degan. Hamma odam olgan va o'qigan. O'zini xarakteri haqida o'qigan haligi. Listdan o'qigandan keyin psixolog so'ragan. Forer so'ragan. Bo'pti, endi bir ball umuman meni sizlarning psixologik portretidan chizganim to'g'ri kelmadi. 10 ball 100% mana shunday to'g'ri topdingiz, men kimligimmi? Kimdan necha ball deganda ko'pchilik 9 yoki 10 degan. Ya'ni ko'pchilik haqiqatan ham o'qigan qoyil, siz meni xarakterimni topib qo'yibsiz degan, ya'ni psixologik testdan keyin. Lekin gap shunda bo'lganki, Bertrand Forer hammaga bir xil javoblarni tarqatgan bo'lgan. Yana bir marta bu narsani bir anglab ko'ring. Ya'ni hamma odamlarga bir xil tekst tarqatilgan. Mana senga shu to'g'ri keladi degan. Inson o'qiganda u haqiqatan ham o'ziga to'g'ri keladi. Bu просто внушение, nishonuvchanlik. Goroskoplar, boshqa narsalar xuddi shu yo'nalish bo'yicha ishlaydi. Goroskopda ham bunaqa effekt bor. Effekt Barnova deydi. Любой odamga to'g'ri keladi, любой tekst. James Randining Честный лжец degan kinosi bor, dokumental kinosi. U yerda tug'ilgan kunni yozdirib chiqadi studentlarga va ularga goroskop yozib keladi keyingi haftaga.
konvertlar ichida. Konvertni ochishda studentlarni olib turibdi, ochsa, o'qiydi, "Mani точно yozibsiz, menga to'g'ri kelyapti, mani xarakterim u bu" degan. Keyin partiyadosh bilan almashsa bir xil tekst bo'lgan hammasida. Ya'ni bitta tekst hammaga to'g'ri kelganda tuyulavergan. Bu insonning o'zini aldash xususiyati. Ong registratorlagan hisobiga, ong faktlarni registratsiya qila olmaydi. Ya'ni ong ilmiy savodsiz inson faktdan yolg'on ma'lumotni ajratish qobiliyatiga ega emas. Va har xil joyda turli xil konspirologiya, turli xil nimadirlarni ko'radi, umuman haqiqatda yo'q narsalarni ko'radi. Karl Saganning kitobidan oladigan bo'lsak, statistikani 98-yilga, lekin bu statistika shunisi ham bor. 98-yilda 96% amerikalik inson, AQShli insonlar ilmiy savodsiz bo'lgan ekan. Hozirgi kunga bu narsa katta o'zgarmagan, katta ehtimol bilan 80-90% AQShda hali ham ilmiy savodsiz. Endi tasavvur qiling O'zbekistonda holat qanaqa. Prosta tasavvur qilib ko'ring shu narsani. Oddiy hayotimizga, miyamizga, tana tuzilishimizga, qanaqa yashashimizga, ongimiz qanaqa ishlashiga tegishli ba'zi faktlarni bilmaganimizdan keyin qanaqasiga biz nima to'g'ri, nima yomonligi, nima yaxshiligini haqiqatdan ham fakticheski o'zimiz uchun hal qila olamiz. Qaysi joyda biz yolg'onni haqiqatdan ajrata olamiz? Nimaga biz o'zimizcha o'ylayapmiz? Shu biz haqiqatdan ham haqiqatni hozir bilamiz va to'g'ri yo'ldamiz. Bu narsani anglash uchun imkoniyatimiz bo'lmasin. Fakticheski qanaqadir qattandir turtki oladigan formulamiz bo'lmasin. Shu narsani tushunishinglar kerak. Shuning uchun men ko'proq ilmiy kontent qilish niyatim bor. Men nazarimda birinchidan bu qizig'i bo'ladi. Men nazarimda ikkinchidan bu kattaroq foyda keltiradi. Men nazarimda uchinchidan bu ilmiy savodsizlikni yo'q qilishga qanaqadir birinchi qadam bo'lib beradi. Nafaqat tasodif kelganlarda, balki mana shu o'zimizning YouTube kanalida ham ko'proq ilmiy kontent chiqishini xohlasanglar, ko'proq mana shunaqa effektlarni, mana bunaqa kitoblarni razbor qilishni xohlasanglar, videoga like bosinglar, yuborib qo'yinglar, undan tashqari izohlarga o'z fikringizni qoldiringlar. Bu bilan ikkita quyonni bittada o'ldirasizlar. Birinchidan men va meni jamoam ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz, xudo xolasa sizlar uchun. Va ikkinchidan videoni ko'proq inson ko'radi. Bu degani ko'proq insonga foydali ma'lumot yetib boradi. Shunaqa gaplar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Meni rivojlantiring. Har baloga ishonavermang. Paka.